ayonimizda tushindi va chiqqan sitologiyada 3 ta sitologiyasida ham lekin hech kim e'tibor qilmagan. Bemorimiz 55 yoshdalar. Hozir birinchi etapda gastroskopiya amaliyotini bajardik. Polip endometriyasini oldik. Ikkinchi etapda hozir tvit lenta o'rnatamiz. Peridniy zadniy kalporolevotroplastika qilamiz, chunki bemorimizda diftonmaslik kasali bor. Ancha yildan buyon shu kasal bilan kasallanadilar. Faqat hozirgi etapimizda lenta qo'ymasak, buni natijasi bo'lmaydi. O'shaning uchun lentani ham qo'yamiz. Bizga kelganda polip endometriyamiyasini bo'ldi, sindivaligini ham bildik. Hozir mana 3-etapda konizatsiya sheyk amaliyotini bajaramiz. Lentalarni o'rnatib, peridniy stentalarni qilib oldik. Ana lentamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu rukovatkasi, buni o'sha joylashtirish uchun spesialniy joylashtiradigan instrumentimiz. Bu mana lentamizni ko'rinishi. Buni hozir o'sha uretrani tagiga joylashtiramiz va uretrani shuni ko'taradi. Ko'targan vaqtida keyin to'satdan yo'talganda, aksirganda yoki yurganida siydik chiqib ketmaydi. Ushlab turadi mahkam. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima sezyapsiz? Og'riq bormi? Yo'q, og'riq yo'q. Gastroskopiyada ishlar sezmadingizmi? Sezmadim. Yaxshi. Yaxshi. Xudo xohlasa, hozir 1 soatda bu operatsiyadan ham qutulamiz. Gastroskopiyangiz 15 minut bo'ldi. Bunisi ham 1 soat bo'ldi. Lentalarni qo'yib, xudo xohlasa, hammasini bajaramiz. Gastroskopiyangiz bo'ldi. Mana 55 minut davomida plastikangiz bo'ldi. Ham konizatsiya, ham lenta o'rnatdik, ham siydik qopini ko'tardik, ham orqa ichini to'g'irladik. Umumiy 1 soatda 10 minutda hamma operatsiyangiz tugadi. Hozir palataga o'tamiz. Reanimatsiya отделениеda 2-3 soat naблюдениеda bo'lasiz. Keyin palataga перевод qilamiz. Operatsiyamiz tugadi.